Uyg'ur yozuvchisi Mamtamin Hoshurning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romani. Bu roman Belqut cherkitida ovozga ilinib, Belqut to'rida o'qildi. 22. bob. Jenim qo'zim. Ömer her kuni atiganligi oyimning oshxonasidagi yo'g'on to'ngni ko'lning suzuk va muzdek suvi bilan to'ldiratdi. Ondan yer og'diratdi. Mevalarni teratdi. Ishlab yetib, g'ingshib, naqshima yetib qo'yatdi. Arg'anda yeshil cho'plar ustida olqinni beshining ostiga qo'yib, osmonga qarag'inicha xiyolga ketadi. U xiyolida kichkida o'ynab cho'ng bo'lgan ko'chalarni, otisini, olamning qaysi bir chetida qolgan qog'iliq bog'ni, inillari barat bilan safarni ko'radi. Ba'zida u ishtinning pushqig'ini yo'g'on yo'tsig'icha turib yetib, echiqlarni echib, eriqlarga suv boshlaydi. Nizambayning cho'ng xotini oyim turadigan ayvonning atrofidagi gulliklarga, anar, üzümlarga suv tutadi. Ömerning doim shundoq ketmanni murisiga selib, bog'ning yopirmoqlar soyi tashlab turgan qorong'uliqlari va yoki quyosh nuri tushib turgan uchiqchiliklarda yugurib yurganini ko'rgili bo'ladi. Uning ko'nglikining yirtiqlari yoki uchiq qolgan maydonlardan bo'rtib chiqqan bo'ljun go'shtlari aniq ko'rinib turadi. Mundaq chog'larda peshayvonga chiqib qolgan oyim bu ishlamchiga ixtiyorsiz qarab turib qoladi-da. Tasvir seriyotgan qo'llari to'xtab, o'qiyotgan oyatlardan ezib ketadi. U yana darhol esini yig'ib, tasvisini ittik-ittik serib, "Xudo, shaytonning vasvasasidan o'zing saqlag'aysan" deb pichirlig'icha uyga kirib ketadi. Ömer oyimni ko'rganda villada qizirib, beshini yerdan egiz ko'tarmay salom berib o'tib ketadi. Bu do'g'liq yigitning to'mpiyib chiqqan muskillari, kang maydisida ko'rinib turgan mayin tuklar, uning mazmut tasab go'rsildab mengishlari yigitning vujudidagi yoshlik va kuch-quvvatni namoyish qilib turadi. Yigit bara-bara o'z siyoqi bilan oyimning ko'z oldidan kech-kunduz ketmay, uning ko'nglini beorom qildigan bo'lib qoldi. Bu beoromlik oyim uchun nihoyat yiqimliq bilinadi. Uning uxlab qolgan sezimlarini g'idiqlab, uni qandoqdir bir gunohni sodir qilishga quturtadi. "Tova", deydi oyim o'z-o'ziga. "Men nima bo'lyapman o'zi? Buning hammasi shaytonning ishi." Oyim shaytonni o'zidan qochirishga qancha tirishsimi, uning vasvasasidan neri bo'lolmaydi. Oyim ana shundoq o'zini pok tutish azobi bilan gunoh o'tkazishni xohlash tiliki o'ttirsidagi elishishda holsizlanib ketdi. U ba'zi kechalarni kirib qoqmay tong otqizadigan bo'lib qoldi. U mamuq tushak ustida qip-yalang'och yetib badallarni silaydi. Uning badani qosh teshidek suzlik. Bola tug'magan va turmushning jafolariga cheliqmagan bo'lg'achqa teg'i sog'lom va ching edi. Nizambayning o'zini nihoyatimi atigan tashlavatganiga ich-ichidan og'rinadi. Endi oyim ayvon oldidan oldirash o'tib qoldigan ishlamchi yigitni chaqirib olib, pat-pat gapga soladigan bo'lib qoldi. Mundaq chog'larda Ömer hurmat bilan qo'l qo'shtirib, yiroqda turibla, "Labbay oyim", deydi. "Beri kel yigit. Men sendan gap so'rayman", deydi oyim. Ömer qo'ringan holda peshayvonga yiqilib, yerdan bosh ko'tarmay oyimning ish buyurishini kutib turadi. Lekin oyim uni zodili ishga buyurmaydi. Uning turmush ahvoli haqidagi gaplarni so'raydi. "Qayerliksan?" "Men bu shaharga yiroqdan keldim. Musofirman." "Ota-onang kim? Ular qayerda?" "Ota-onam o'lib ketgan. Yetimman." Ömer gapni uzartmay, ikki kerak ishga berish uchun savollarga shundoq kaltali javob beradi. Oyim bo'lsa gapni so'zib, uni o'zi qaroq tutib kelishga tirishadi. Ba'zida Ömer beshini ko'tarib, oyimga qargan chog'larda bu ayolning ko'zlarida yenib turgan o'tni ko'rib cho'chib ketadi va hayron bo'ladi.
oyimning ko'zlarida lovuldab yenayotgan bu yolqinning nemidan derak berdiganligini u tushunmaydi. Yetimman degan, voy bechora, deb ich og'irtatdi oyim. Urug' tuqquningmi yo'qmi? Hech nimam yo'q, deydi Ömer. O inillari safar bilan Boratni darhol esiga olgan bo'lsa-mu, ularning nomini eg'izdan chiqarishga ko'ngli tortmaydi. Uylanmaganmisan? Ömer quloqlarigacha qizarib ketdi. Kambag'alman, uylanishga nima bo'l? deb yerga qaradi u. Voy bayqushay, men qara. Men o'zingning ochisi o'rnidagi qarindishim. Biror narsa kerak bo'lsa, tortinmay yenimga kel. Rahmat oymacha, hech nima kerak emas. Bog'da boyashat, obdan turyapman. Qo'rsqim to'q. Hey ahmaq, odam deganning qo'rsqi to'ysila hisobma. Sana boshqa lozimliq bir nimlarni setib olishga pul lozim bo'ldigandi. Qara, ustingdagi kiyimlaring ko'nrab, cherib ketibdi. Kerak narsa bo'lsa tortinmay, udulli oldimga kirib aytib-a. Oyimning 4-5 yildan beri qo'l tegmagan pardoz qutullarining endi pat-pat og'zi ochildigan bo'lib qoldi. U qoshlarini terib, qapoqlarining ostiga surma tortib, bilinar-bilinmas garim qiladi. Yosh vaqtida yoqtirib kiydigan yepak ko'nglaklarni kiyib, tiklimi aynak oldida u yoq bu yoqqa o'riladi. Ko'zlarining atrofida paydo bo'lgan ushoq qo'riqlarni uzoq o'ylaydi. Lekin ishlamchi yigit bir narsa kerak bo'lgan taqdirdami uning oldiga kirishga jur'at qilolmaydi. U to'limi tortinchoq, yuraksiz edi. Oyim kutib ishlamchi yigit kirmagandan keyin o'zining qilib yurgan sarongdek qiliqlarga o'zi ochiq kuladi. Yana to'g'ri qilib namozini o'qib, tasbihini siyratdi. Aradan bir necha kun o'tmayla oyimning yuragidagi istaklar yana yolqinjab uni oromsizlantirishga boshlaydi. Oyimning tortinchoq, qizirib yerga qarab turadigan ashu yigitni bag'riga bosqisi. Onalachi muhabbat bilan quchoqlab bosh ko'zini silg'usi keladi. Bir kuni oyim Ömerni oshpaz xotin orqali oldiga chaqirdi. Bu Tumuzning peshin namozidan keyin bo'ladigan toza, tinchiq vaqti edi. Mundaq vaqtda bog'ning egiz daraxtlar soy tashlab turgan ko'l bo'yidan boshqa hamma yeri tikkida tushib qizitib turgan quyosh nurida kuyib turardi. Qushlar yupurmoqlar orsig'i mo'kinib, halqamlarini lepildatib dam elishadi. Bog'dagi chakarlar birdan bo'lsa-mu orom elib olish uchun uylarini qorong'u qilib kirib ketishadi. Ömer ko'l bo'yidagi shepangda bo'ri ustida yetib g'ardu qoladi. Oshpaz xotin Ömerni ana shu ko'l bo'yidan izlab topdi. Ömerni egiz ayvonning palampaylari oldig'icha boshlab kelib, "Ishkirga, eng ishkirsidagi saroy uyga kirgan. Oyim shu yerda", dedi-da ketib qoldi. Ömer putidagi cho'riqni tuvanga selib qo'yib, palampaylardan peshayvonga ko'tarildi. Hamda uning oldida uzun bir dalon uy paydo bo'ldi. Poyandoz tashlangan dalon uyning ikki tarafida kichik eshiklar bo'lib, eng oxirdagi bir eshikning qanotlari ochiq turardi. Ömerning bu bog'da ishlayotganiga xili uzun bo'lgan bo'lsa-mu, qopqoqliq deriza, naqshlik tuyruqlar bilan zinnatlangan bu ayvonga qadam besishni birinchi qatim edi. Bu uy o'z haybati bilan kishiga o'rda saroylarini eslatdi. Ömer eshik oldiga tashlangan ho'y palasqa putini pok surtib, yumshoq poyandoz ustida mengib ketdi. Ochiq turgan eshik oldida to'xtab, o'zining kelganligidan bishorat berib yo'tilib qo'ydi. Bu uyning keng derizalari, yerim tushirilgan do'xovi pardalar, tomlog'i tortilgan rangli gilamlar kirmoqchi bo'lgan kishini aymandiradi. "Ishkirga kel", degan ovoz anglandi. Shu chaqda Ömer bu uyning ichida ishki qiyo ichiq turgan yana bir xos hujurning borlig'ini bayqadi. Oyimning ovozi ana shu tarafdan chiqqan edi. Ömer yerga tashlangan qalin gilamlarni aymanib tashlab o'tib, xos hujurning bo'sig'isida turib qoldi.
Bu uyning to'liq tushirib etilgan yepak pardalari uy ichini sirliq go'ngaliqqa cho'mdirgan edi. Anbar va gulmayning xushpuriqi dimoqqa urilib turardi. Uyning to'rida qat-qat silingan qalin ko'rpalar ustida oyim nepiz ishko'nglik bilanla yerim yalang'och yotadi. "Kel", dedi oyim mamux yostiqlardan beshini ko'tarib, nemishqidir uning ovozi titrab chiqadi. "Nima xizmatlar borkin, oyim acha?" deb yerga qaradi Umar. "Mana 2 kun bo'ldi. Saqliqim yo'q. Kirib yo'qlab qo'yaymi demading?" Men xabarsizkanman. Oyimning ko'nglida shu topdimi, shu gunohlik ishni qilish kerakmi, qilmaslik kerakmi degan xiyol kurash qiladi. Qo'rqishdimi yoki hayajondanmi? Uning butun badani ushoq titrak bosgan edi. "Kel, qeshimga yaqinroq kel. Qo'rinma. Put-qo'llarim siyqirab og'rib turdi. Bir tutib qo'yg'ina." Umar oyimning oyig'i yeniga kelib yukin dedi. Uning yalang'och turgan oppoq putiga o'zining qadoqlashgan qo'llarini uzatdi. Yigitning qo'li badaniga tegish bilan oyim o'zidagi barliq ishkilinishlarni yo'qotdi. Umarni kapli qilib tutib, quchoqlab o'ziga tortdi. Dilqut xazinasi. "Oyim acha, unda qilmislar yomon bo'ladi. Unda qilmislar." "Jinim qo'zam." Umar oyimning kuchli quchoqlashlari bilan o'tliq suyishlari ichida nafas ololmay bo'shishib ketdi. Xos hujurda oyim bilan bo'lgan g'alati munosabat tunji qitim sodir bo'lganda Umar nihoyat qo'rqib ketdi. Uzungacha o'zining andisini bosolmadi. Kelish maydondan chiqib tomg'i yo'linib o'tirganda Nizomboyning "O'g'ri emas tursan, biror savallik o'tkazadigan bo'lsang, bo'yningni o'zib tashlayman" degan ogohlantirishlari uning qo'liqi tuvida qayta jarangligandek bo'ladi. Uning qilg'ini o'g'irlikdanmi og'ir jinoyat edi. U bir necha kungacha bog'dagi ishlamchi ayollarga, bog'van oilasidagi bo'voy bilan mo'mayga xudiksinib tikilib qarayolmadi. Ko'ngilda ikkinchi mundaq g'ayri ishni qilmaslikqa va'da berdi. Lekin atrofdagi hamma nima ilgirkidakli bo'lib, qo'rqidek hech nima yo'q edi. Yana qushlar sayrab turardi. Ayvon oldidagi gulliklarda rang-rang gullar quyoshga yuzlanib echilishadi. Chechaklarni kepinaklar agishadi. Bog' ichidagi oyoq yo'llarni to'g'ri kesib, cho'millar oldirash o'tishadi. Pishqon mevalar ilgirkidaklar to'kildab tugi tushadi. Tabiat quyosh nurida tovulinib turgan jimi narsa o'z petichi bo'lib, hech nima o'zgarmagan edi. Faqat Umarning ishki dunyosida kutilmagan to'lqinning ta'sirida ansiz davolg'ib turardi. Bog'van bilan uning ayoli Umarga burunqidakla samimiy muomala qilib, har qitimliq choy ustida uni biror kambag'alning chiroyli qiziga o'ylab qo'yish to'g'risidagi orzularini aytishadi. Oyimga xizmat qiladigan chakarlarmi gumondan neri edi. Ularning nazarida oyim o'zining taqvodorligi, sexiyligi, vaqti-vaqtida qilib beradigan kitobxonligi bilan nihoyatmi yuksak o'rinda turardi. Ikkinchi qatim oyim Umarni chaqirishga oshpaz xotinni avatmay o'zi bordi. Umar mevallarini ko'tarolmay egilib ketgan bir olma shexiga tirak qo'yayotgan edi. U oyimni ko'rib o'diqib qizardi. Oyim uningga bugun kecha qishig'i kelishni topilib ketib qoldi. Umar oyimning so'ziga qarshi hech nima deyamadi. Shu kuni u kun bo'yi dakki-dukkida yurdi. Eng yaxshisi barmog'inim tuzuk deb o'ylaydi u. Butun atrof qorong'ulashib, hamma uyquga cho'kkanda u texi ko'z yummagan edi. Oxiri o'rnidan turdi-da, shab chiqarmay mengib, oyimning o'gatgunicha ayvonning orqa derizasi tarafga o'tdi. Bu yerda ishkirki xos hujurning boqqa qarag'an derizasi qiyo echib qo'yilgan bo'lib, uy ichidan mis shamdallarda tutab kuyib turgan shamlarning puriqi so'z ko'rinib turardi. Umarning yuragi do'pildab urardi. U qayqaq yeniga yiqilishi bilan deriza to'liq echildi.
yuqoridan oyimning uni tortib olish uchun sungan oppoq bilaklari ko'rindi. Shundoq chaqirishlar pat-pat takrorlanib turadigan bo'lib qoldi. Oyim boshqalarning gumonini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun iloji bor xohishni tezgillaydi. Bo'lamag'an chog'lardala Ömerni chaqiradi. Va'dalashgan kecha Ömerni oyim deriza to'yida o'yg'oq o'ltirib kutadi. Uni qizg'in suyishlar bilan qo'yniga oladi. Uningga muhabbat bilan beriladi. Nazokatlik erkalash, nola qilish, mehribonlarcha bosh ko'zini silashlar bilan yigitni o'ziga jalb qiladi. Saharga yaqin oyim yana heliqi derizadan Ömerni chaqirib etib, yuyunib jaynamozda o'ltirib, yig'lab turib Xudodan gunohini tilaydi. Xudo, menga bu o'tni o'zing solding. O'zing kechirgaysan. Bandilaringning oldida rasvo qilmag'in, deb yig'ladi. Oyim Allohning u dunyodagi azoblarini unutib qolgandek qiladi. Xudoyimdan bu dunyoda bandalar oldida rasvo qilmaslikni tilaydi. O'zining yigitga bo'lgan muhabbati uchun u dunyoga borganda mangu azob cheksimi rozidek qiladi. Jaynamozdan turganda u doim o'zini poklanib, yeniklab qolgandek his qiladi. Ömer bara-bara oyimga o'ginib qoldi. U oyimning uyida to'nab chiqqan kunlari saharda meva tergan, gullarga suv tutgan qiyofatda ayvonning orqasidagi deriza atrofiga kelib, u yerda sungan dastalgan o't cho'plarni tuzashtiradi. Oyim bilan o'tgan dakka-dukkilik, ammo to'limi shirin kechini uzoqqacha unutmaydi. Ba'zi chog'larda oyimning tezroq chaqirishini ko'ngli tortib qoladi. Chunki u kuch-quvvatga to'lib, voyaga yetgan bir er edi-da. Shu yoshga kelib, uning ayollar dunyosida ko'rgani oyimning ashu illiq qo'yni edi. Garchi u suv boshlab kelish uchun echiq beshiga qarab manganda, bog'ning sho'rillarini etish uchun tom to'psiga chiqqanda, bog'van bilan juma namoziga ketib borgan chog'larda yo'llardan o'tib ketayotgan yosh qiz cho'konlarni ko'rib tursimi, ularning hammasi texe qo'l yetmas egizlikdagi ochiq uzumlar edi. Bog'ning bir burjigidagi g'ayrib xonada yolg'iz tugilib yotganga qaraganda oyimning yenida pay tushaklar ustida ig'inib yetish ajoyib rohat va untulg'isiz edi. Oyim uni mehr bilan papilab qo'yniga oladi. Tattiq pichirlash, nozli xuluqlar bilan zeriktirmaydi. Ko'ngil qo'yib yuyib, ig'ir amgakdan qolgan to'pchonlarni tozalaydi. Oyimning ruhi ko'tarilib, tetiklashib ketdi. U chakarlarga ilgirkidimmi ko'parak sexiylik bilan pul beradi. Ayollarni yig'ib kitobxonlik qilganda gap orsiga ancha-muncha chaqchaqlarni qistirib qo'ydigan bo'lib qoldi. Ömer bo'lsa, ilgirkidek ün chiqmaslik bilan qilish tegishlik ishlarni Nizambayning va Bog'vonning kutgundan ortiq beja keltiradi. Hammadan hayron qolarligi Nizambayning Ömerga bo'lgan muomalasimi ilgirkidan muloyimlashib qoldi. Nizambay bog'da paydo bo'lib qolgan chog'larda oyim ishlamchi yigitning ishchanligi, yavoshligi, yuzining tuvalligi to'g'risidagi maqtashlarni to'p-to'g'ri aytadi. Oyimning bu so'zlari Nizambayning ko'nglida hech qanday bir shak tug'dirmaydi. Chunki u yangi ishlamchining tarifini Bog'vanning, boshqa chakarlarning og'zidan anglaydi. Oyim yana boyga yangi ishlamchiga beradigan haqni ko'paytirishning lozimligini tushundiradi. Ömerning kiyim-kechaklarini yaxshilash uchun oyimning pul xashliginiga qaraganda Nizambayning pul xashligini yaxshiroq edi. Boy bo'lsa, oyimni hurmatlaydi. O'zining shuncha katta boy bo'lishida shu cho'ng xotinning otasining ko'p ajri borligini unutmag'achqa oyimning so'zini yermaydi. Bo'ladi, dedi Nizambay bir kuni oyimning dasturxonda ochiq damlangan choyni ichib o'tirib. Men uningga beradigan haqni ko'paytay. Yana bir qor, yangi kiyim-kechak qilib beray. Yana bir gap. Bu o'g'ilni o'ylik o'chaqlik qilib qo'yish zarur edi. Cho'p-cho'ngli bo'lib qolgan yigitning bo'ytoq yurishi durust emas-da. Mana men shu ishlar ustida boshqa turyapman, dedi boy oyimning o'zini ba'zida bexayol deb ayiblaydiganligini nazarda tutib. Shunga damallikqa uningga ortiqcha yordam qilmagan edim. Bog'van qerib qoldi.
shu yigitni o'ylab, mushu bog'da doimlik ishlashga elib qolaymikan deyotiman. Mundaq gaplar oyimni xo'shal qiladi va nemishqidir yana xiyolga silib qo'yadi. Anglayotganinglar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 23-bob. Savdogarning xotini. Ömerning inisi Barat mangan yo'lovchilarni shaharning ikkinchi bir darvozasi oldiga elib boradi. Barat darvozaga yetib bormayla yo'lda uningga shahar tarafdan kelayotgan bir odam uchrashdi. Elqi odamning bir qo'lida itlardan qo'dinish uchun elvagan bir tayoq turadi. Yana bir qo'li bilan dömbisiga yudib olgan tog'arning og'zini mahkam tutib olgan edi. Onun ustiga kiyib olgan uzun yaktikini mahkam o'rab chigib olgan belvog'ida qandoqdir bir hayvonning qora minguzi, yo'g'on qo'lul qepi, chat cho'rillari titilib ketgan ko'ni bir polnomi kitob degandek narsalar qistiroqliq turadi. Uning nihoyatimi mukammal bir kasbiy divoni ekanligi to'rqidilla ma'lum edi. Bu divona ustidagi yukning ig'irligidan qo'lidagi yog'ochni g'os qilib tayinib, osirab oralli qadam elib kelmoqda edi. O yo'lda o'tib ketayotgan har bir yo'lovchini varqirab to'xtatib, ularga tog'ri ichidagi shahardan tilab yiqqan eski tusklarni sotmoqchi bo'ladi. Divona Baratni yiroqdan ko'rib, yo'l bo'yidagi bir qora yog'ochning soyasiga kelib to'xtadi. Mursidagi tog'arni yerga qo'ydi-da, belini roslab Baratni chaqirdi. "Ey, odam-oy! Nima odamsan?" "Men yo'lovchiman," dedi Barat. "Aqini, bu yoqqa bir kelib ket." "Ranjima tog'a. Menda san sadiq qilgudek puchuq yarmoqmi yo'q?" "Ey, men sendan sadiq so'rayotganim yo'q, bilib qo'y. Men payshanba kundan boshqa kuni sadiq tilmayman." "Amsa, nima gaping bor?" dedi Barat uning oldiga kelib to'xtab. "Oy, kiyimlaring nimanchi ko'na? Bizning divonlar mahallasining divonlaridan emas tursan? Yoki u yerdagi biror divonning urug' tuqqanlarining bir nimasi bo'lamsan ya?" "Yo'qsa tog'a, men yiroqdan kelayotgan musofirman. Shaharga nima ketyapsan?" "Ish izlab." "Qara, o'zing yop-yoshli tursan-u, ustundagi kiyimlaring yirtilib, qorig'siz bo'lib ketibdi. Birari bilan tartishmoq o'yindingmi? O'riqliqdan mang'zingning ustiqonlari teshig'i tepib chiqay deb qopti. Chiroying cho'taxi. Chiroying nimanchi seriq? Yoki senmi bizning divonlar mahallasining divonlariga o'xshash yuzingga atay askitamning to'pisini surtib oldingmi? Mushu apting bilan shaharga kirsang, kim sana ish beradi? Seni tilamchi yoki o'g'ri deb gumon qilishi yoki yosh turibla mundaq eski kiyimlarda yurguningga qarab, uchiga chiqqan hurun o'xshaydi deb qilish cho'qim. Taxi aqlingning joyida ekanligiga ishonmay qilishimi turganligi. Divona shundoq og'zi besilmay vatildab ketdi. "Tog'a," deb uning gapini bo'ldi Barat. "Nima gaping bor edi? Chopsinlar et, oldiraymi?" "Ey, oldira shaytonning ishi. Yaqinroq kelmamsa, atiganda men yo'liqqiningni Xizrga yo'liqdim deb tushunib. Divona tog'irning og'zini ochib, uning ichidan opqutlari ajrab, kiygidek holi qolmagan eski oyoqlar. Gervaklar titilib ketgan ko'ni do'ppa. Qop-qora kirning dastidan asli rangining qandoqligini ayirg'ili bo'lmaydigan bo'lib ketgan kiyim-kechak. Purlashgan salla. Yana qandoqdir bir eski tusklarni sug'urib olib, atrofga yoyg'ili to'di. "Ey, bu eski tuskunlaringni bu yerga yoymi qilib yeyib nima qilsa?" dedi Barat hayron bo'lib. "O, sotma." "Kimga?" "Albatta sana-da. Hozir oldimda sendan boshqa kim bor?" "Bo'ldi, avar bo'lma tog'a," deb mengishga tamshaldi Barat. "Sana aytdim-ku, menda pul yo'q." "Ha, to'xta," dedi divona. "Hech bo'lmaganda sen muni chopon ishtanni bo'lishimi elib qolgan. Tiqishtirib qo'ygan pulingni qo'rqmay chiqira. Bulongchidan qo'rqib, eski kiyimlarga o'rinib olgan haromzadlarni ko'p ko'rganman.
bizning divonlar mahallasidagi divonlarni ko'rsang, kiyimlari seninkidinmi jo'l-jo'l. Ularning ba'zilari shundoq beyib ketdiki, yiqqan pullarining sonini o'zlari uqmaydi. Mana G'ojak divonning 3 yerda qo'ro joyi bor. Üstiga 4 xotin oldi. Mening texe 2 yerda qo'ro joyim, 3 xotinim bor. Nima qarab tursa? Qo'lingga ko'rib baqa. Sana o'xshash egiz bo'y odamga loyiq. Texe yengili turg'unni ko'ryapsan-ku. Uni menga tunugun bir savdogarning to'l qolgan xotini sadaqa qilib, men uning o'lib ketgan erining ruhiga atab eng ulug' oyatlarni o'qib duo qildi. O dedim-ku, mening pulim yo'q. Qachon sen bu nimalaringni bekor bermaysa? Rast pulim yo'qmi? Deb Baratga boshdan oyoq bir qarab oldi divona. Bo'pti, bekorga bo'lsin ala. Yukim azroq bo'lsin, yenikdasin. Ammo men unutib qolmajimmi? Shu topda men sening ko'zlaringdan kelgusingni qiyos qilib turibdiman. Sen yoshsan, Xudo omatingni berib qolsa, texe beyibmi ketsa. Shu chaqda Xudo buyursa, biz yana uchirishmi qolamiz. Men unutib qolma. Chapon o'tiklarning pulini men sendan shu chaqda o'ndirib olaman. O chaqda insofingni beqib ko'proq berasa, Divona shundoq og'zi besilmay vatildab turib, Baratga heliqi o'lib ketgan savdogarning eng ulug' duolar badaliga kelgan kiyimlarini kiygizdi. Barat divonning eski tuskunlari orasidan yana yangiroq bir do'ppa, savdogarlar bog'laydigan bir ranglik balvoqni tanlab oldi. Bu kiyimlar Baratni rostilla xeli iskatga kirgizdi. Shu turqida u savdosi toza yurishib ketmagan bir elib satarga yoki bo'lmasa savdogarlarning yugur yetim ishlarini bejaradigan chaparmanlarga o'xshab qoldi. "Ala, xalqni tanlab ol", deb to'xtamay so'zlaydi divona. "Menga bu narsalarning hammasini o'yga yetkazishning hojati yo'q. U yerda mundaq ko'ni yangi narsalar tog'dek do'lib turibdi." "Sana rahmat tog'a", dedi Barat. Divona Baratning bosh oyog'iga yana bir qarab rozi bo'lgandek bo'ldi-da. "Endi yo'lingga borsangmi bo'ladi?" dedi u qolgan narsalarni tog'irga niqtab tiqib turib. "Mana, endi haqiqiy bir boyvachchiga o'xshading. Boyvachchilarning ishidimi, yegan ishkini chiroyiga chiqmaydigan senga o'xshash to'pi chiroylari uchrab turadi." Barat mundaq bekorga narsa beradigan divonaga uchrashtirgani uchun Xudoga shukr etib, shahar tarafga qarab yo'lni davomlashtirdi. Shaharning Barat kirgan darvozasi atrofida mayzabxonlar, qimor so'rinlari, cho'ng tamaki chekib nag'ma navo qilishadigan maydonlar joylashgan edi. Qator ketgan oshxonalardan har xil tomoqlarning mazalik purug'i keladi. O'choqlarda charaslab o't kuyib, yo'g'on doshqozonlarda po'ruqlab go'sht qaynaydi. Sho'rib-so'rib o'ltirgan semiz oshpaz ustida maydonchilari vildab turgan sho'rplarni opquri chinanaga usuydi. Baratning ashu sho'rpiga biror parcha qattiq nonni bo'lsa-mu bir chilab yabog'isi bor edi. Afsus, uning hamma yanchiqi quruq edi. U oshxonalarning namlashgan to'rislarini agib chiqayotgan quyuq busni ichiga yutqunicha odamlarga urilib so'qilib bozor maydonini kesib o'tdi. Ondan maqsadsizlar biri ko'chaga burildi. Kunmo kashkiray deb qoldi, deb o'ylaydi u. Mana, bir kun bozor cho'rgilabdimi? Mundaq bekordan bekor yo'l mang'anning nima foydasi? Agar yana bir kun moshunda qo'rsaqqa hech nima yemay perqirab yuradigan bo'lsam, chuqum yiqilib qolaman. Rahmatli dadam bizni moshunda ig'ir kunlarga qolmasin deb heliqi tillolarni bizga meros qoldirgan bo'lg'iydi. Uning uchun 100 tilloni sog' qoldirmay, birikam 100 tillo saqlab qo'ygandi. Yo'q, bir tilloni chuqum heliqi Umar degan kozzab tiqib olganga. Bo'pti. Tilla 99 mi bo'lsin deyli. U akam bo'lgandan keyin menga 50 tilla berish kerak-da. 50 tilla yanchiqda bo'lgan bo'lsa, avval heliqi sho'rib-so'rib o'ltirgan oshpazning oshxonasiga kirib, bir kallik pishiq go'sht bilan bir chin sho'rib setib olatdim. Yumshoq nonni sho'rpiga tekkizib yeb, ondan go'shini tetib
Shu chaqda orqa tarafdan bir ayolning "Hey odam! Hey odam!" deb varqirgan ovozi Baratning quloqiga kirgandek qildi. "Oy, meni biror chaqirayotgandimi nima?" dedi Barat ichida. U o'zining shirin xiyolini bo'lib orqaga qarashga erindi. "Yo'qla, meni bu shaharda kim taniydi? Boshqa birorni chaqirvasi kerak." Aras, sho'rpog'in nonni chilab yevilib, ondan go'sht tutish qilsam, to'yib qolgan qo'shsaqqa go'sht toza, mazza ketmaydi-ku deyman. Aras, avval go'shtni toza, mazza qilib yeb, ondan chala qolgan yerga sho'rpa bilan non yesam bo'g'idek. "Oy odam, men silin chaqiryapman" degan ayolning ovozi Baratning quloqining tuzida anglandi. Yanchiqida 50 tilla sharaqshib turgan odam sho'rpog'in manchilab yeb o'tirsa, kulgili kishi bo'lmamda, deb xiyolni davom qiladi Barat. Eng yaxshisi, mezabxonlarning birariga kirib, go'sht bostirib, polo buyurtib, sharab bilan mazza qilgan tizik. Ondan ko'rpida yonboshlab yetib, sozindilarning nag'masini anglab, usulchi xonimlarning ballarini to'lg'ab, noynoqshig'anlarini ko'rdigan gap. "Oy odam!" Kimdir biri orqasidan kelib, Baratning murisiga shaplaqladi. Barat cho'chib orqasiga qarab, oldida turgan purkanjilik bir ayolni ko'rdi. Ayol yuziga qalin chumbal tortib olgan edi. "Voy xudoyim-ey!" deb varqirvatdi ayol Baratga qarab. "Yosh-yoshli bir yigit ekanligi, orqalaridan qarab, o'lib ketgan erimga o'xshitib, esimni bilmay yuguribdiman. Ustilardagi kiyim-kechak, munu balvoq, do'ppillarchi, to xudoyim, odamga odam shundoq o'xshaydi ekan-a?" "O'lib qolgan xotinmining bu?" deb o'ylab qoldi Barat. Uning o'lib ketgan eri ko'chada nemish qildi? Eras, erining kiyimlarini eng ulug' duolarga tiyishayotgan tul xotin mushumiya? deb ustidagi kiyim-kechaklarni yeliqi divonning berganligini esiga oldi Barat. "Tova, qo'l sinib memishlarining o'xshab ketganini aytaymi?" dedi ayol so'zini davomlashtirib. "Aldirash bo'lmasala, uyimga berib, bir chini chayimni ichib ketsizlar. Rahmatlik erimga choy sungandek bo'lib, ko'nglim xush bo'lib qolsin." Qo'rsiqi ichib, uchaylari beqiniga chaplashib ketgan Barat ayolning gapini anglab, ichida xo'shal bo'ldi. "Kim biladi?" deb o'ylaydi u. "Yaratgan egamdan menga keladigan omad balkim mushu xotinning uyidan boshlanadi. Savdogarning xotini bo'lgandan keyin har qachon u bir soyib jamal xotindir. Uning erdan qolgan tugamas besotimi bordi balkim. Ko'nala tul xotin, pul xotin deb bekor etmaganda. Ep kelib qolsa, bugunla uning uyida qo'nib qolib, indaki keltirma. Ondan savdogardan qolgan hamma boylik mening bo'ladi." "Oy, xiyol surib turib ketdilar-ku", dedi ayol. "Yursizlar, uyim yiroq emas." "Men sizni tunimisam?" dedi Barat. Oldiribli agishib mansam, bu xotin boshqacha o'ylab qolmasin degan xiyolda. "Tunimisizlar, tunishimiz." "Oy, yot erni uylarga boshlab borsalar, haq nimada?" "Osh, men bir yolg'iz tul xotin. Haq nima deydi? Yursizlar, tortilmisizlar?" Barat ayolga agishib, shaharning agri-bugri ko'chalari bilan uzoq mangdi. Ayol Baratni ayrilib qolmasin deb ansirab, pat-pat orqasiga qarab qo'yapti. Yo'lning oxiri ularni bir ko'lning bo'yiga chiqdi. Ko'lning atrofi dal daraxtlar bilan o'ralgan edi. Ko'ldan suv oladigan tarafda yo'g'on darvozalik bir ho'yli turardi. Ho'ylining orqasida dehqonlarning ko'ktat teriydigan etizlari so'zilib yotadi. Yiroqda quyosh o'zining oxirgi qizg'ish nurlarini bulutlar ustida qoldirib, asta-asta petib ketyotdi. Yop-yeshil lash bosgan ko'lsiyi daraxtlar ko'langisida jimjit o'gilaydi.
mana keldik, dedi ayol ko'l bo'yidagi qo'roning darvozasi oldiga kelib to'xtab. U pörkanchisining ichiga qo'lini tiqib, uzoq oqtirib, bir tiziq oshqushni oldida qo'lga soldi. Darvoza hasratlik g'ichildab qiyo ichildi. Ayol Baratni ho'ylig'i boshlab darvozani mahkam yopdi-da, ichidan yana qulupni besivatdi. Ho'yilning ichi hech nima yo'q, op-oqchilikli edi. Nerida qator qilib selingan bir necha eg'iz uy turardi. Uylar o'z vaqtidagi iskatini yo'qitib ko'nirgan. Ustiga solgan yog'ochlari chirib qaridab, o'zining to'psini ko'tarolmay bir tarafga qiyisib ketgan edi. Voy, er kishi yo'q uy, nima bo'lmoqchi deydilar? deb tushundirdi ayol. Erim bachaqlarda bu uylar shahardagi eng chiroyli uylardan edi. Mehmon bo'lib kelib ketayotganlarning oyog'i uzilmaydi. Rahmatlik to'limi sehiy odam edi. Har payshanba kuni ko'l bo'yiga qozon esib, yurtga nazir beratdi. 2 qizim bor edi. Ularni erga tegib ketib qolishdi. Uzun yildan beri o'zim yolg'iz, hech ishga ulgurolmayman. Ayol so'zliginicha quluplarni ichib, Baratni uyga boshladi. Uy ichidagi qadimiy chiniq qocha, gelamlar, qelin yekandoz, yotqon ko'rpilar haqiqatanmi uy egillarining ilgirki davlatmanligiga guvoh bo'lib turardi. Qachon bu xotinning yerdan qolgan xili ko'p oltin kumushlari bor, deb o'yladi Barat. Bo'lmasa, u nimaga taynib kun kechirdi? O'yilning atrofidagi ko'ktatliq etizlar. Heliqi cho'ng ko'lmo, mushu xotinga tava bo'lsa kerak. Uning darvozini ichidan quluplig'iga qaraganda meni qondirib qolishni e'tibor qiladi. Bir kechilik qo'nib uning ko'nglini qutib olsam, xazinaning og'zi menga ichildi degansiz. Barat xiyolning oxirini davomlashtirolmay, ustidan purkanchisi bilan chumbilni elib tashlagan ayolga qarab qetib turibli qoldi. Uning ko'z oldida yeshi 60 bilan 70 ning o'ttirsidagi bir qeyri xotin turardi. Baratning badani tikallashib ketdi. Bu xotinning qishig'i qo'ygan damdak o'smisi, yuziga surkigan ufqi angliklari kishining texmi qusqisini keltiradi. Nimaga hangliqib qolding? dedi xotin Baratni sallab. Qani, yuqori o'ta. Ayol Baratning ostiga qo'shlab ko'rib tashladi. Oldiga dasturxon selib, saqlanganiga kam deganda 10 yil bo'lay degan hasal, ko'kirib ketgan moy, qurtligan jigdi qoq, ketib qaranglab ketgan to'qashlarni ochiqdi. Ondan ballarini to'lg'ab, uyoq bu yoqqa menib, choy tayyorlashga tutish qildi. Barat o'zining bu qavdalmi dalliga uchrab qolganligini tushundi. Bu xotinga qaragan sira uning ichiga qo'rqinch tushadi. Meni nima qora tarbiyasib, bu xotinga egishib, bu uyga kelib qolgandimi? deydi Barat ichida. Bu dallining ovozini, ovoz darvozani qulib lug'ini qarmamdigan. U meni kecha nima qila, ha? Oy, nimaga xotin kishidak nozinib o'ltirsa? dedi ayol choyni tayyorlab. Baratga so'rkilib degidek yaqini o'tirib. Qattiq nonni choyga chila, yumshaydi. Hasal mayladini elib, qo'rsqonni to'yg'is. Shu topda Barat hech nima yemayla g'iqqidi bo'lib qolgan edi. Men ketib olaymikin? dedi u. Nega ketatdim? dedi ayol. Qo'rqma. Men odam yemayman. Bordigan yering yo'q. Musofirliging chiroyingdan chiqib turibdi. Qarang'i tushib qoldi. Issiq o'rinda yetib, ko'nglingni echib ket. Ishkimiz ko'ngil echsa to'g'ri bo'lmas. Voy, to'g'ri bo'lmaydigan nari bor ekan? To'l xotinning ko'nglini elib qo'ysang, savob bo'ladi, savob. Meni qayerga ko'ryapsan-ya? Voy, nemisini aytay?
erdan ayrılganımga 30 yıl boptu. Bir çağlarda men qaltis çokan edim. İşik aldımdan erhaq ägip ketenmeydi. Senin yaş çokanlarыңma bir kuni qerip meningdan battar bo'lib ketidi. Yalğızlıqda zerikemen, erimni seg'inaman. Gunohlarimni Xudo o'zi kechira. Sana o'shiq talpim yo'q. Bir kechila qo'nib ket. Qeri xotun Baratga sürküşüp yığınlattı, nazlanlattı. Talağı obdallık qarangı tushib qolgan edi. Baratga bu uyda qo'nib qolmoqdan boshqa iloji yo'q edi. Xotun aldirib dasturxonni yig'ishtirib o'rin soldi. Baratni yotqonga tortib soljidak yepishdi. Qeri xotunning yotqon ichidagi o'z yeshiga munosib bo'lmagan qiliqlari, g'alati ingrab pushuldoshlari Baratning texmi g'idiqini keltirdi. O yerginishlik bir kechini o'tkazib, tong yurishi bilanla o'rnidan turib kiyinishga boshladi. "Hoy, nega?" dedi xotun yotqandan beshin chiqarib. Uning yolg'on chechi siyrilib, yostiqning bir chetiga tushib ketgan bo'lib, taqir beshi echilib qolgan. Chiroyi texmi satlashib, cho'chaklardagi yalmavuz mo'mayg'ili o'xshab qolgan edi. "Men qaytay", dedi Barat. "To'xta", dedi xotin. "Üstündeki kiyimlarni selib qo'yib ket." Bu nima deganing? "O kiyimlarning menga lozimi bor. Rahmatli erimning bu kiyimlarini yana heliqi divoniga sadaqa qilaman. O erimga atab duo qiladi. Xudodan gunohlarimga afv so'raydi. Andin bu kiyimlarni opirib, sana o'xshash yana bir g'ayrib musofirga beradi." Ondan sen o kiyimlarni kiygan musofirni bozorda tunib elib, rahmatli erimga ajab o'xshaydikanlar deb uyingga boshlab kelsa, deb xotinning so'zini davomlashtirdi Barat. "Hap balli", dedi xotin. "Xeyli aqlli yigit ko'rinsan. Qeyriganda kunim mana shuningga qoldi. Gunoh qilib ketib qolishingdan qo'rqmamsa?" Bir oxinim meningdan 10 tilla elib, tul xotun o'lib ketgan erining kiyimini ustiga sapgan er bilan zina qilsa halol bo'ldi deb fatvo qilib bergan. Gunohim bo'lsa, shuning qilsam. "Men bu kiyimlarni sana selib beribsam, talog'i yalang'och chiqib ketamdimi?" deb vaqirvatdi Barat ochiqara. "Hoy, yalang'och chiqib ketishdan qo'rqsang, talog'i chiqma. Mening seni o'lgichi boqquchiligim bor." Barat uydan etilganicha qechib chiqib, o'ylida bir daqiqa tangirqab turib qoldi. Darvozada yo'g'on qari qulib eslib turardi. U yugurib berib, tomga eslib orqasiga uchib tushdi. Qeri xotinning eshik oldiga chiqib, "Oy o'g'ri, rahmatli erimning kiyimlarini qo'yib ket, kiyimlarini!" deb varqirgan ovozi anglandi. Barat ikkinchi qatim kayniga dojib, jenining barcha yugurib berib tomga esildi-da, o'yining u tarafiga go'ppada tushdi. O'rnidan oldirib turib, kiyimlarining to'psini qaqmay qochdi. Biliq chirkida ovozga ilinib, biliq to'rda antilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Mamtemin Xo'shurning Shinjong yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Qum bosgan shahar nomli romanini bugun musharga changlatdik.